电视机前的观众朋友们，大家好，欢迎你们收看我们的美人秀节目。Qadrli ko'rman do'stlar, ko'ryapsizlar, Elchi programmasi. Programmamizning tajdorligini Xinjiang o'zchin yemaklik cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni G'oljik Gultash yemak-ichmak cheklik shirkati alohida qo'llagan. Programmamizni Xinjiang Berganaz xalqaro savdo cheklik shirkati alohida talab qilgan. Xo'sh, biz bugungi programmamizga alohida taklif bilan qatnashgan ustozlarni tanishtirib o'taylik. Xinjiang Subiy advokatlik o'rnining hamkorlashuvchisi, pishqan tajribalik advokat, o'z kasbiy sohasida o'zining markasini tiklab qo'ygan kasb egasi Patigun Abduqodir. Patigun aka qarshilamiz. Alqishliq psixika maslahatchisi Ali Ma'lim. Ali qarshilamiz. Sizlar bilan ko'ngilli suhbatlarni qilib, qiz yigitlarimizning baxtiga guvoh bo'lishini xohlayman. Xo'sh, undaq bo'lsa, chiroyli qizlarni sahnamizda kutib olamiz. Qarshilamiz, chiroyli qizlar. Xo'sh, hammanglar qizil chiroqlarni yondirgan holatda turibsizlar. Amaliyotda gohida bizning kallamizdami qizil chiroq yonadigan ahvollar mavjud. Qizil chiroqning ma'nosi hargizmi to'xtab og'mayqib qilish bo'lmasdan, balki o'ylanish. Keyingi yeşil chiroq yiqilganda safar uchun tayyorlik qilishdan iborat. Sizlar shu topda hayot haqida, turmush haqida o'ylanish bosqichida turibsizlar. Meningcha natija hamon chiqadi. Biz elchi orqali sizlarning yaxshi natija bilan qaytishinglarni albatta umid qilamiz. Undaqda bugungi birinchi mehmonni kutib olishdan ilgari ekran qaraylik. Muhabbatli qalbga shohid bo'lgan elchi bu. Ügütüdü axloqni, tushundirib turmushni. Sadoqatga liq to'lgan go'zal qizlar yo'riki, tukib kelgan ko'ngliga yaxshi turmush qurishni. Elchi programmasining aziz ko'rmanlari, sahnadagi go'zal qizlar, men ili diyardan kelgan yosh chaqchaq shoirim, do'stinglar Mirzat Mamatjondan sizlarga muhabbatli salom. Men ko'k jonning o'ziga deb qarayman. Shu munosabat bilan mening yozgan asarlarimni ham qilayotgan chaqchaqlarimni yoqtirib olayotgan azlarimga chin qalbimdan rahmatimni bildiraman. Mening qiziqishim boshqalarnikidan sal o'zgacha. Yana men naq maydonda turib she'riy chaqchaq qilaman. El sahnaga kelishdagi maqsadim qizlarni kuldirib, yumor chaqchaqlarim bilan qizlarning ko'nglini erish. Undaqda qizlar odatda qiziqchilik bilan qo'shoq to'qishib ko'nib qilib salomni aytayotgan ekansizda. Yoki she'riy salom qilmoqchimi ya? Chaqchaqlarni qilib aytay dedim-ku. Qani. Bosh sizga qilib kelyotdi. Sahnalarga chiqaman, ko'ngillarni ilishqa. Shu petil turibsiz-ku, qayirmaysiz nemishqa deb. Rahmat. Birinchi qadam yaxshi-ya? Ali Qurban efendimiz she'riy chaqchaq qilsam bo'ladimi? Alining o'zidan so'raylik, bo'lamdi? So'zingizni anglasak, ko'ngillarmi to'xtaydi. Ali akamning qiliqlari Purchaq efendimga o'xshaydi. O'zgacha bir o'xshatish bo'ldi-ya? Advokat adamimizga. Patigun adamga. Advokatsiz ayada sirlarimni yeshiting-a. Mush qizlarning ko'nglini menga kesing-a. Kesin bilan qilganmizmi bugun? Hamda shu go'zal qizlarga bir o'pchima. Bo'ldi. Muhabbatning jipini rishtimizga chigamsizlar. To'yliq qamsa maylima bekarga tegamsizlar. Ma oxirdagi sual qo'yilgan yo'g'on undash belgisi bilan tushirilgan she'riy chaqchaq qizlarga javob berib boshlab ketaylik. Zubayda. Bu chaqchaq bunga javob bermayman. Acaba ching chaqchaq chiqaman, otishmada qilmayman yana. Qo'y otishib aligda kuzdangiz qo'p. Odat otishlarni to'yliq berib qiz oladi-ku ali-ya. Ha, Mirzat, odat sizni enim to'rlarda, turlik yaxshi bo'lgan yig'ilishlarda naq maydon chaqchaqlaringiz bilan uchirtatdik. Mana bugun naq maydonga kelibsiz. Qarshi olamiz. Qadamlaringiz yarashsin. Harman inim. Atayin G'uljidan bugun elchi sahnasiga keldingiz. Xo'sh, maqsad muddaoyingiz haqida bir to'xtalib baqamsiz? Ba'zi yoshlar bir savollarni so'raydi mendan. Mirzat, hamsa mush to'ylar ko'p qatnashyapti. O'zimdan 10 yosh farq qiladigan cho'ng bir qizni yaxshi ko'rib qoldim. Lekin mushu uydagilarim qo'shilmasmiki, boshqalar andaq demniki, mandaq demniki deb qanday qilishimni bilmay sendan so'rayaptim. Hatto ba'zilar so'raydi. Mirzat, mushu men endi o'zim to'y qilmadim, lekin to'y qilgan hatto bolasi bor qizni yaxshi ko'rib qoldim. Men qanday qilishim kerak? Mush, ammo meni baxtli qilishga meni ko'zim yetadi, lekin men
yana ansiraydiganimiz ota-onam qo'shilmasmi, unmasmi? Ya boshqa jamiyatga aloqalarim, kasbdoshlarim meni zangli qilaman, manda qilaman degan savolni mendan so'raydi. Men ular manda deb javob bermoqchi endi. Bu muhabbat cheklimasi yo'q buniki. Yosh cheklimasi yo'q, millat cheklimasi yo'q, endi chiroy cheklimasi yo'q. Kim shu bir-birisi mehrini berib, baxtli bo'lsa hisobqa. Endi shu Ali muallimi bir javob berib bakamasa, shu ota-onalarning masalanga qo'shilmasligiga shu bizning advokat hadimiz borki, shu bir javob erishmoqchi bu. Demak, ishkilinlarga bir savolni tayyor qilib akapti. Balasi bor qizlarmi to'y qilmagan yigitlarga tegarlisi bo'ladi dedi. Tegarlisi, bir-birini yaxshi ko'rsa, shularning turmushiga shu cho'nglarni baxtli tilasa, jamiyatga aloqani do'st birodarlarimi to'g'ri tushunsa, shular baxtli tilasa, muhabbat degan shunday go'zal narsa bo'ladi-ku. Bu bir konkret masala ekan, Ali ma'lum. Endi har qanday bir ota-ona balamga yaxshi bo'ldi degan nuqtadan chiqish qilib, uningga gap qiladi, yo'l ko'rsatdi, hatto tillaydi ham urdi. Hatto uning urishlarimi balam yaxshi bo'lsin deb o'ylaydi misol. Demak, bir ota-onaningmi balaning to'y ishlariga aralashishi balasiga uchun yaxshi bo'lsin deb qaraydi. Endi bir bala nuqtasi ilib bergan ota-ona meni to'yishim aralashdi deydi. Ammo ota-ona bu harakatni nima deb tushundirdi deganda, bu kichik, men bunday yo'l ko'rsatmasam kim pushaymon qildi deb qaraydi. Shikilisi o'zining harakatiga belgilik darajada qoyil qilarlik javob beradi o'ziga demoqchida. Hamda obyektiv bu subyektivlik hamda. Subyektiv degan nima esa bal nuqtasida ilib bergan ota-onam aralashib oldi, xato deydi. Ota-onasi deydi, shunda aralashmasam bo'lmaydi, mendan to'g'ri deydi. Shu subyektiv nuqta ilib berganda bu masalani menga hal qilib olmaydi. Chunki nurg'un ziddiyatlar xato bilan to'g'ri o'tirishda olmaydi. Balki ikki to'g'ri o'tirishda bo'ladi. Shu ziddiyatlarning ko'pinchisini hal qilib olmaydi. Chunki u to'g'ri, bu to'g'ri. Hamda obyektiv nuqtada ilib berganda chu degan vaqtda bir ota-onaning amaliyotda balasining oila qurish, jo'r tanlash, to'y qilishlarga aralashish hech qanday aralashmaslik kerak aslida. Ammo ota-ona buning aralashmaslikning oldingi sharti nima esa, balimi bu to'yni ota-ona tayanmay qila olish kerak. Gapmayadi chiqadi. Endi shu bir o'g'il balada ota-onasi hech qanday tayanmay shu to'yni o'zi qila oladigan iqtidorga ega bo'lgan vaqtda buning ota-ona aralashmaydi. Ammo bu bütün to'yda ota-onasi tayindi, bu ota-onasi tayanganlik uchun bu yerda ota-onasining qaror chiqarish, jo'r tanlashda aralashish huquqiy imtiyozi tabiiy shaklini qoldi degan gap. Shunga eng to'g'risi nima esa, har bir yosh bola mayli to'y qilishda bo'lsin, jo'r tanlashda bo'lsin, hatto to'y qilishning barliq chiqimlarida bo'lsin, ota-onasi tayanmasa, bu eng mukammal ish bo'ladi. Albatta, ota-onalarning fikrini anglash, ularning ba'zi yo'l ko'rsatishini anglash bu xato emas. Ammo alaqi men yaxshi ko'rmadim deb appamaydigan, men yaxshi ko'rmadim deb balasining jo'risiga qo'shilmaydigan avvallar bu tip yıldızdan nima esa shaxsiyatchilik bo'ladi, ham bu bir xil kuyinish emas. Şu an nurg'un vaqt ota-onalar deydiganimiz bir balani yaxshi ko'rish va kuyinish muhim, biroq bu hargizmi bu balani tarbiyalashga yetarli bo'lmaydi deb qaraymiz. Şu bir muhabbet bilan kuyinish bilan bir oila tutqullanmaydi. Muhim yan nima esa bu yerda iqtidor masalasi kelib chiqqan gap. Shunga bu masalani kim bir taraf qilsa, yan yosh bolalar bir taraf qiladi. Ashningda mustaqil yashash iqtidori paydo bo'lganda ota-onami buning asosiyatini aralashmaydi. Gap bo'lsa, uning u xil iqtidor bo'lmaganken ota-ona uningga yetakchilik qiladi. Natijada ba'zi ziddiyatlar mushadan kelib chiqadigan gap. Rahmat. Fatigulada davlatimiz uylanish qonunida qiz o'g'illarningki to'ylash yeyish haqida yana bir qitim uchur bersangiz, biz ekran oldidagi do'stlarimizga naq maydondagilarga yana bir eskartish bersak. Munosabatli qonun belgilamalari evlarninki to'y qilish yashi 22 yosh. Ayollarninki to'y qilish yashi 20 yosh bo'lib, shu yoshga to'shqan bo'lish kerak. Endi hozir bu sahnadagi inimizningki Mirzat inimizningki bayam o'tirib qo'ygan masalasida shu qonun belgilamalari uylanishda ixtiyor bo'lish prinsipi bor. Buningda har qanday bir ota-onaning yoki boshqalarningki ayolningki uylanishga olishga besim ishlatishga yoki shu uylanish ishlari orqali mol mulk undirishga ruxsat qilinmaydi.
bu ayol ikki tarafning o'z ixtiyorligi bilan bo'ladigan ish. Ayol ikki taraf to'y qilishda qonunda belgilangan yoshga to'shgan bo'lsa, masalan, qizval taraf 20 yoshga, o'g'il taraf 22 yoshga to'shgan bo'lsa, bu mayli o'g'il bola qizvaldan bir necha yosh cho'ng bo'lsin yoki qizval o'g'ildan cho'ng yoshda bo'lsin, ikki taraf o'zi xohlab bir-birini yaxshi ko'rgan bo'lsa, uylanish guvohnomasi beradigan xalq ishlar idarasiga berib, o'z ixtiyorligi bilan uylanish guvohnomasi olsa bo'ladi. Rahmat. Bayatın Ali malımı dedi, Fatihgül'den yukarı dep ötdi. Hakikaten kanun tarafından qoğdilish kerak. Yani özara yaxshi görüşken to'ylish münasibeti. Lekin endi men bayatın nayt konkret bir mesele ekan dedim. Bu her ailenin ahvoli qarta bo'ladi. Xuddi Ali aytgandek, to'yning oldidagi mustaqillik, ya'ni iqtisodiy jihatdagi mustaqillik, hissiy jihatdagi mustaqillikmi bak muhim o'rinda turdi. Ba'zi tantakrak bolalar masalan hissiyatı aqlni kesib atganda chiqargan qarori keyingi kunlarda balkim ikki oilaning baxtsizligiga sabab bo'ladi. Şuna karar chiqarishdan burun bu odam aql bilan qaror chiqarish kerakki, hargizmi muhabbatimga to'sqinlik qilmasliginglar kerak edi deb ota-onadan yoki urug' tuqqanlardan behuda og'rinish bilan shu vaqtning o'zidagi hissiyatni o'ylashib qaror chiqarmaslik kerakmikin deymiz. Endi bu yerda bir konkret narsa chiqdi, ya'ni balasi bor qizlarmi uylanmagan o'g'ilvalga tigalsibak yaxshi bo'ladi dedi. Bu tarafdan endi Mirzat enim qizlarningki ayollarning huquq manfaatini qo'g'digan asosda, ularga ko'ngil bo'lgan asosda so'zlayotdi. Lekin endi haqiqiy reallikda bo'lsa, balasi bor bir ayol uylanmagan bir yigitga tegishning oldida uylanmagan o yigitning o'ziga bo'lgan hissiyotidan bakrak, farzandiga bo'lgan hissiyotidan bakrak o'ylashib qoladi. Chunki u bir ona. U boshqa bir uydan akagan farzandining yangi bir uyda xarlanib qolmasligini o'ylaydi. Mushunda konkret ishlarga kelganda biz bo'ladi, bo'lmaydi deb qaror chiqarib etishdan burun shu masalaga yuzlangan qarindoshlarimizga aytadiganimiz, ota-onaning fikrini elish, faqat olmang demaymiz, eling. Chunki ko'chatda bog'vanning ajri bo'ladi. To'g'ri. Navoda siz farzandi bor bir qizni yaxshi ko'rib qolsangiz, ajrashib ketgan bolasi bor. Siz uni elishga jur'at qila olamsiz? Agar galikda kunlarning birida haqiqiy yaxshi ko'ra olsam, shu mening buniki hayotimni o'zgartirishimga yordam qilsa, haqiqiy menga mehrini bera olsa, chiqisha olsak, albatta jur'at qilaman. Chunki u men inson, men inson. Ota-onangizning fikrini olamsiz? Olaman. Bir balası var, kızı balını eliştiren gayet güzel iş. O bir yuqur seviye o. Şuna bizden kişilik durmuşumuzda yaxşı görüşten başka yanı bir gap var. Hakiki yaxşı görüş deydiğin yan bir gapni şunu biz qetavalımız. Şun bu yerde senin yaxşı görüş bilen hakiki yaxşı görüş otursida bir okyan arılık olduğun gap. Şuna Mirzat'ın bu digini sizin diginizdek şu balının en ahırkı sapası, aş balının küçü, aş balının sapası takışıdığın bir yuqur derecelik işler bu. O bir güzel iş. Gap nima deganda bu güzel işni şu urundiyalaydigan güzel adamlar qanchalik deydigan mayadiyani bir savol belgisi mangu qoldi. To'g'ri. Xo'sh, biz real dunyoga qaytib kelsak, sizga chiroqni saqlayotgan 8 nafar go'zal qiz ko'z tikib turibdi. Sizmi atoyidan tog' atlab keldingiz enim? Xo'sh, savollar bo'lsa o'zaro so'rasanglar bo'ldi. Siz bir qiz bolani bek yaxshi ko'rib qoldingiz. Lekin siz yaxshi ko'rib qolgan qiz bola sizning bir og'ayningiz bilan yurgan burun. Lekin ular ayrılib ketdi, ma'lum sabablar tufayli. Og'ayningiz to'y qilib ketdi. Siz ash qizni qabul qilamsiz yo meni og'aynam bilan yuribdi-ka deb qabul qilolmaydigan ahvollar bor. Men shundoq bir ishga duchor bo'lib qolgan taqdirda, hamda shuni haqiqiy yaxshi ko'rsam, albatta qo'shilaman. Qabul qila olasiz. Qabul qilaman. Rahmat. Xatolik o'tkazmaydigan inson yo'q. Kız qarashingda hamda şu qizning sening do'sting bilan yurishi bir xatolik qildimi? Menimcha bo'lganda ba'zi hech kim bilan jumay sen bilan yurish kerakmi deya. Hamda u burunqi ish bo'lgan ekan, Yo'q, meni bilan munosabatsiz bo'ladi-da u. Ammo u to'g'rimi, xatomi? Chunki burunqi hayotimda u yo'q, xatolik emas. Demek bayatık insan hatalık ötküzüdü degenin özü bir hata gaplar kaldı. O kızın tamamen hukuku var. Her kandak bir kızın her kandak adamla muhabbetleşiş, her kandak bir adamla toy kılış, hem her kandak bir adamla yaxşı görmeslik hukuku var. Bu her kandak vakti bizden kaldığımızda ait enik buluş gerek. Ama nurgun vaktlarda kişilerin biz oylagan dek çıkmasının özünü biz onu hatalık ediysek,
Bunun özünü eməsə bizdən təxi yetilməgənlikimiz, güdəklikimizdən dirək verdi. O qızın dostumla muhabbet işi o özünün ixtiyarı xatalıq emas. O bir jarayon. Şundaq bolğan. To'g'ri. Endi uni sen xatalıq deb keçirib etdim degenen bilan dal mas'ul mushadin kelib chiqadi. Chunki sen öy tutsan, jengidel bo'ladi, mas'ul qolsan, mana bu shundaq vaqtda sening net zamonning yog'i besib turayotgan ichingdagi olvosdi darhol mush vaqt chiqadi. Barliq gapni shu vaqtda yuziga solsa, uni bu qizal qabul qilolmaydi. Hargizmi qabul qilolmaydi. Shu nurg'un vaqtlarda biz masalalarga keyingi kechish emas, uning dastlabda yuzlansak, keyingi ofatlarning oldini ala olaymiz degan gap. Sizdan so'rab baqsam, siz to'y qilib bo'lgandan keyin ayay jurishini qo'daymiz, ilqi. Qizon o'zining maoshini o'zi xashlaydigan, o'g'il bola o'zining maoshini o'zi xashlaydigan bu turmush qanday qaraysiz? Ha qo'shilmayman men jiqil topmayman, mening tepishimga, xajishimga chilsingizlar, men sizning xajishingiz chidayman, bu chataman, meni so'ramasingizlar. Siz ayolingizga muhabbatingizni qanday ifodalaysiz? Masalan, shirin shekar so'zlarni qilib ifodalamsiz yoki bo'lmasa pul orqali pul berib ifodalamsiz yoki bo'lmasa ayolingiz yaxshi ko'radigan narsalarni olib beramsiz va yoki bo'lmasa hech nima qilmasam bo'ldi, shu meni ayolim bo'lgandan keyin baribir turmushni qamdab ketyapmiz deb bunda o'ylamsiz? Avval uning nimani yaxshi ko'radiganligini bilaman. Siz to'y qilgandan keyin ayolingiz bilan birga tamoq etib yeyishni yaxshi ko'ramsiz? Shu esimni bilgandan boshlab oilada o'zim tamoq etib yeydim-chu. Burun dadam ukam men uchimiz bir uy turadi. Endi uchimiz o'xshamagan ahvolda tamoq etaverdik. Dadam yetadi, ukam yetadi, men yetadim. Qaysimiz o'tirib kelsak etaverdik. Endi bu keyingi turmushimizdami yana o'xshash. O sen qila, men qila deydigan ish bo'lmasa, men uchun yaxshi bo'ladi turmushda. Men Mirzatdan bir savol so'rab boqay, ukam. Mirzat shu to'y qilib bo'lgan ayollar seningcha bir karvatda birga uxlagani yaxshimi, ayrim uxlagani yaxshimi? Meni kelqi. Yandiki Yusufning qadri yo'q deb kunda bir yerda turishingmi meni uchun to'g'ri. Ajit yo'q deb qarayman-ku. Hamma ishlar tatliq bo'lgani yaxshi. Bu xato emas. Sualni davomlashtiraylik. Xato emas. Bunda qarab bo'lsam sizbek chaqchaqchi ekansiz, ammo senga muhabbatingizni urishib qolsangizmi, xafa qolsa ishlar chaqchaq qilib ko'nglini olamsiz yoki qanaqa qilasiz? Albatta. U uning ham aldanmasichu senga. Yozadi, men xafa bo'ldim, bu chaqchaqlar oqmaydiman desam qanaqa qilasiz? Shu meni haqiqiy yaxshi ko'rsa, kichikina ba'zi ko'ngil og'riq tufaylidan urishib kelib qolsak, cho'qim yana qishim qaytib keladi. Men endi kuchimdan barcha shuni ko'nglini istirishman. Hamda shu cho'qim qaytib keladi qishimga. Agar qaytib kelish nimasi bo'lmasa, u meni yaxshi ko'rmaydi deganlik. Undan men bir she'riy chaqchaq qilib beraman, bir naq maydonda hozirman. Siz odatda men anglashimcha usulni yaxshi o'ynaysizki? Ha. Kesin shu. Chaqchaqlarni qilaman, so'rinlarni to'xtamay. Bu sahnada sizga she'riy chaqchaq qilsam kulamsiz. Yo'ldan o'tsin mashina signal urib har doim pipip qumi riloyat usul o'ynab yuramsiz. Bizning qizlar bir-biridan talantliq. Masalan, Lola naqshini yaxshi aytadi. Lola naqshi aytsin, riloyat bir padiga tushsin, ikkimiz huzurlanib ko'raylik. Ankin bir yaxshi qo'shoqlarga ilhomingiz kelib qolsa ajab emas. Qanday deysiz?
Rahmat, rahmat. Lala, naqshingiz bek chiroyli ekan, rahmat singlim. So'g'atga so'g'at bilan javob qaytarasiz. Lala bizga shundoq chiroyli bir naqshin so'q qildi. Bo'ldi, nima ish qilay bu odamni, go'zal qizlarni kuldiray birdan. Yumor aytamsiz. Anglamdi qizlar, anglab baqayli-ya. Bir ag'inam bor meniki. Va ag'inam yomon qiziqchi meniki. Bizning Ili daryosida bir go'zal daryolarimiz bor. Ili daryo boshda ketib olsak bo'shkimiz. Ada ishlaydi. Nima desa? Bosh yapılaq taşdım birini qo'limga ilib, suv shundoq assang, teshing bir qanqisa, bir qitim to'y qilsa deydi bu. Sen ikki qitim to'y qilsa dedingmi? Chaqchaq qilmagina adashib, sinab bakar deydi bu. Yapılaq taşdım birini yiplay, daryo shundoq assam, teshim 2 yil qonqib ketdi qara. 2 yil qonqib ketganda, opla adash qanday olib kelsam 2 qitim to'y qilsa dedi bu. Sen sinab bakmamsan, sen o'zingni yetib bakasan, ma'qulda bo'lmas, u yoqingizda, bu yoqingizda, yapılaq taşdım birini tepib Derya bir atkan suğu mu düşmez? Kırgak bırakıp da gitti daha kırgakka. Ha da şimdi durmuşlarken da alıp gelsem benim ağayanım yolda çıktı kedeydi. Ben tek toy kımayla ötküzdüğüm okşaydı deptim mi? Bir adam adukatını kışık verip soraptı. Adukat, yançıkımda 100 kuy pul var. Muş 100 kuyunu parçalap, 250 kıp kaçırsam bulamdı o bulmamdı. Dana 250 kıp kaçırsam bulamdı o bulmamdı. Adukat, saklı söz, uzun pulu. Qancha qilib qajisiz qajimamsiz, ishkallik qilib qajilamsiz, qanday uzun ishig'i deb tur ketib, unda u yamdagi 100 kiloluk ayolimni qo'yitib, 50 kiloluk ayolni ishga nasamcha dedik. Hargiz bo'lmaydi-da, Fatigimda. Bo'lmaydi, yana shunaqa tushunmanglarmi, o'g'illar. Boshda g'azab, dahshat, kun bo'yi aldirashib yurgan bir odam bor. Qilgan ishning tayini yo'q, ammo aldirashib yurganda bir kun ajda bir oshxona kiribdi, jo'zigash gummini qo'yib, "Fuyan, mulozimatchi. Mulozimatchi meni tamqim qachon chiqdi ya? Meni tamqim qachon chiqdi debdi-ki, mulozimatchimi dahshat aldirashga deydi. Men tamqimni chiqdi debdi, bir qancha lag'manni jo'ziga to'kaytiblar, qachon yumsam bo'lmaydi deb kirib qapti deydi. Bu odamning dahshat ochiq kelib, uyiga aldirashni berib, xotin o'li vaqidagi shul deyishmi bugun? O'li vaqidagi shul deysa, xotinmi dahshat aldirashga deydi. Siz o'li vaqidchi men aytib olay deb aytib qo'yibdi deydi. Bak, tigi vaqayirmi, uni aldirashga qara. 2 kunda tug'mini deb qo'yibdi deydi. Rahmat Mirzat, bizga xushalliq ato qildingiz, kulki ato qildingiz. Xo'sh, qizlarning cho'qim savollari azroq yig'ilib qolgandek turadi. Agarda to'y qilib bo'lgandan keyin siz ma'lum bir kuni yoki kunda har kun kech uyga kirsangiz, ayolingiz sizdan ranjisa, sen nega bording deb yoki shu vaqtida sizga telefon qilsa, siz olmasangiz, andan keyin u sizdan ranjisa, siz qandoq tushundirsiz? Ma'lum bir qiz yoki sizning undidoringizni so'rab qolsa, masalan siz undidoringizni yoki telefon nomeringizni deb beramsiz. Mening bishim qatilg'ash masalam shu. Hamda men demizim biraz ba'zi so'rovlarda hamda tangatqichi o'tirib qolaman. O'zimni sezmagan ahvolda. Hamda bu mening kasbim bir alayda bir kasb bu. Hamda boshqalarni kuldiradigan, xushallik ato qilgan kasb. Hamda men chaqchaq qilayotgan mezgilimda ya yumor so'zlayotgan mezgilimda hamda oldimda 100 odam bor. Kulkidan huzur yeyotgan. Men hamda shularning shu chaqchaq qilayotgan mezgilimda herkes men o telefonni olmayman. Telefonu qaytolmayman. Men ishimni qilib bo'lib, chunki endi bu yerda 70-80 odam men qarab o'tirsam, men adabsizlikdan telefon yeb o'tirsam, u qalmashmaydi. Shunga men o'ylaydiganim, shu mening shu kasbimni to'g'ri tushundigan, meni qo'llaydigan, shunday bir qiz olg'im muhtoj. Albatta, endi yana bir savol so'radingiz, telefon nomeringizni deb beramsiz, undidar qatamsiz deb. Albatta qatmay, albatta deb beraman. Chunki mayli qiz bo'lsin, mayli o'g'il bo'lsin, biz bir-birimizga yordam bera olsak, kasbimizni taraqqiy qildira olsak, endi do'stlikmi bo'ladi shu bu yerda. Muhabbatdimi endi bir cho'ngaroq bir do'stliklar bo'lib qoladi. Qiz o'g'illar qarindoshdek bir do'stliklar bo'lib turadi endi. Bir umrlik hayotida shunday bir hamdam bo'la oladigan, yordam qila oladigan demoqchi. Bo'ldi, rahmat. Masalan, ikkimizsa aralashib qoldik. Shundan siz og'iningizlar o'taga vaqtingizda shuningdan, "Voy Mirza, sen kim bilan yuryapsan? Anglasak sen birsizlar yuryapti" deb angladik-ku. Degan-ki, "Mana adash ma qizlar bilan yuryapman" deb siz mening rasmimni ko'rsatdi, ko'rsatgan kishi. "Voy adash mush qizlar bilan yuramsa, qachonlik qars birdam uyda o'ynayotgan, birdam 3-4 do'stlar uyga berayotgan bo'lmaydi, adash bu qizlar bek sho'qchimi?" deb ash inkasni anglaysizlar, anglagandan keyin "Ya, tutira,
to'y qilgan odam men sizga aralashmanglar demsiz yo mening qishim kelib sen bunda da'vat etuvchimi sen qanday jugantding deb ash gapni menga demsiz kelib. Endi yurib qalsak deyli. Men sizning burunqi o'tmishingizni men tushunmayman. Siz mening o'tmishimni siz tushunmaysiz. Endi ikkimiz yurib muhabbat hosil qilgan ekan, yava yoki to'y qilib arayal bo'lgan ekan, anandan keyin sizning hayotingizga men kapolat qilman. Siz mening to'g'ri bo'lgan gap so'zlarimni albatta siz anglaysiz. Anandan keyin sizda masala ko'rinib qolsa, albatta tuzitishga bir fursat berma. Shu fursatni topa olsangiz, topdingiz, bo'lmasa yana fursatlarni berib baqamash qilib. Demak, shu. Lekin burunqi o'tmishingiz mening bilan munosabatsiz. Ash aloqalaringiz ashta degan vaqtda shu dal vaqtda siz radiya bera olasiz ishlar. Men shu javobni berma. Bo'ldi, rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz Mo'g'uljidan ekansiz, men Mo'g'uljidan bir yerdan ekanmiz. Sizning cho'nglar bormi, yo'qmi? Cho'nglar? Ha. Bor. Bo'lsa, biz Mo'g'uljining qoidasida to'y qilgandan keyin to'ydan keyin birga turdi emasmi cho'nglar bilan? Siz to'ydan keyin cho'nglar bilan birga turamsiz yoki ayrim turamsiz? Men ayrim turman. Ayrim turamsiz. Endi ayolingiz masalan xizmat olib qolsa, masalan biz G'uljida to'y qilgandan keyin bir yilgacha cho'nglarniki yana ayrim bo'lsa-mu attigini berib, kechki xizmatini qaytib, tamoqlarni etib, kechki qaytib keladigan ishlar bor. Shu ishlarga masalan xizmat pek aldirash bo'lib kelsa, qilmasin bo'lamdi. Siz to'g'ri tushuna olasiz deydi. Albatta to'g'ri tushunaman deyman. Bo'ldi, rahmat javobim. Chunki 24 soatning ichida ham shuni qilib bo'lgan olmaydi. Aynur siz faqat gap qilmadingiz deganingizda. Ada gapimisiz mushtakinda 80 yosh tursiz siz. Hozir joydan chiqib chiqdingiz. Shu bo'vay siz bo'lib kelishingiz mumkin-da. Bumi balkimda mutaqaddira. Vaqtida ada shu bizga mayl altun zanjirlarni so'qimay ishimizga os so'qilsizlarda. Aslında tutquchini altından qilib beramiz. Ha. Siz odatda qaysi tip qizlarni yaxshi ko'rasiz? Mijoz xarakteri eg'ir besmi yoki sho'x, jalliq qizlarmi? O mijoz degan menimcha bo'lganda insonning mijozini bir umr tushunib bo'lmaydi. Muhabbatlashmoqchi bo'lgan qiz do'stingizning mijoz xarakterini tanlamsiz yoki chiroyini, bo'y turqini, yeshini tanlamsiz? Endi yaxshi ko'rib qolgan odamning mijoziga ko'naman. Mirzat, siz endi kichik vaqtimdan boshlab to'yishki ishlarimga xil qo'lim kelib qolgan dedingiz-ku. Qanchalik vaqt oilanglarda ayol kishi yo'q turmush kechirdinglar? Mushu zakni orqali 15 yil jarayonda hem ana hem dada bo'lib yashagan dadamga bir rahmatimni bildiraman. Rahmat dada sana. Endi yaqinda xush xabar bo'lib uyinglarga yangi mehmon kiribdi. Shu mehmonning qo'lida bir piyola choy yoki bo'lmasa issiq bir qacha tomoq yeb baqdingizmi? Ha, yedim. Shundaq bir xil hamda suyundim. Bir o'zing bir qacha mehr bilan sunilgan tomoq o o'xshamaydi. Dadamning to'yini qilish orqali shu mehrni men topdim. Desam. Dadangizning baxtiga muborak bo'lsin. Endi navbat sizga kelib qopti saqam. Mana qaraydigan bo'lsak, siz uchun Fatima bilan nol hayot chiroqni saqlab qoldik. Amdiki tanlash ixtiyorligini sizga beramiz. Elchi program amdiki tanlash ixtiyorligini sizga beramiz. Rahmat, mash'un chiroq yiqib qolgan go'zal umoq qizlarga. Endi men masaylik chiqqanning yoki o'zimning ba'zi bir tayyorliklarimning endi bitmaganligini his qilib qoldim-ku. Shunga mening chiqqanda sizlar bilan buningkin davomli do'st bo'lib, mayli kasbiy jihatda bo'lsin, mayli boshqa jihatda bo'lsin, yaxshi do'stlardan bo'lib ketishni xohlayman, ammo rahmat sizlarga. Uchrasanglar bo'ldi. Uchrasanglar bo'ldi. Bo'ldi. Rahmat inim. Davomli kishini aktivlikqa undaydigan, xo'shal qiladigan chaqchaqlaringizning uzilmasligini, o'zingizning turmushiningmi bag'ansir mo'llashib berishini umid qilamiz. Xayr inim siz. Omon bo'ling. Sizlarga ham xayr xo'sh do'stlar. Men bu programma qatnash orqali o'zimniki kamchilik bo'lgan turmush savotlariga ega bo'ldim. Anan ekan o'zim tushunmagan ba'zi bir masalalarni alimamdan so'rash orqali to'liqlab oldim. Mushundaq diyorimizda bir yaxshi sahnaning qurilganligidan men shunda xo'sh bo'lib bu programma qatnashdim.
Men uchun chiroq yondirib qolgan ikki go'zal omoq qizvalg'im rahmatimni bildiraman. Patigilada Ali cho'qim his qildinglar. Mirzat o'ziga mas'ul bo'lgan asosda ham o'zi uchun chiroq saqlab qolgan ikki chiroyli singlimizga mas'ul bo'lgan asosda sahnimizdan samimiylik bilan ayrildi. Bizga shunday bir samimiylik kerak. Xo'sh, yaqinda biraylan bizning elchi programmamizning apchiqiba, yani tor dünyasida ko'rmanlarimiz elchin ko'ra oladigan kamera apchiqiba. Shu apchiq orqali bizga mundaq bir savolni qoldiribdi. Ayol ikkalan ajrashib ketishning oldida ayolning haddidan ziyoda iqtisodiy qiyinchiligi bor ekan. Bu ayol tarafdan yordam talab qilg'isi bor. Lekin ajrashgan vaqtda mushu yordamni talab qilsam yo'lliq bo'lamdi, bo'lmamdi. Men qanday qilishimni uqmadim. Menga vakolatan Portugal advokatdan so'rab bersanglar debdi. Ixtilof qonun dasturining mushu oila va uylanish bo'ligida ayol ikki taraf ajrashgan vaqtida bir taraf turmushda qiynalib qolsa, yana bir tarafning iqtisodiy sharoiti bo'lib, yordam bergidek sharoiti iqtidori bo'lsa, iqtisodiyoti qiyinchiligi bor tarafga muvofiq yordam berish kerak. Endi bu yordam berishda taraflar o'zaro kelishsa bo'ladi. Agar kelishmasa, xalq sud mahkamasi paktni asos qonun o'lcham qilib, odillikni chiqishgan asosda ixtilof hukmi chiqaradi deb aniq belgilangan. Bundan shuni ko'rishga bo'ladiki, ayol ajrashgan vaqtda bu bir taraf haqiqatan iqtisodiyotda qiyinchiligi bo'lsa, yana bir taraf masalan bir tarafninki turadigan uyi bo'lmasa, yana bir sharoiti bor taraf masalan o'zining uy ijaraga beradigan yoki o'zining uyi bo'lsa 1-2 yil o'tirib turishga beradigan yoki iqtisodiyotda ma'lum yordam qilib har xil usullar orqali iqtisodiyotda qiyinchiligi bor tarafning bundan keyingi turmushini o'rinlashtirish uchun muvofiq yordam berish kerak. Xo'sh, chiroyli qizlar, undaq bo'lsa charchagan damlarimizda biz chiroyli naqshidan birini anglaylik. Qani ko'rman do'stlar, birga anglaylik. Bir hoş men diyara yalğız
Endi biz yanıla ekran qarash orqali endi chiqmoqchi bo'lgan mehmon bilan dastlabki qadamda tanishamiz. Yanıla ekran qarash orqali endi chiqmoqchi bo'lgan mehmon bilan dastlabki qadamda tanishamiz. Yaxşımısınızlar görürmenler, sahnedeki güzel kızlar, televizor altındaki görürmenler, maşina haydashni yaxshi ko'radigan, sayohat qilishga amroq, kitob xumar, Abdukim Abdulladan sizlarga salom. Yurtim Xotin, Qaraqash, turishlik o'rnim Urumchi. Yo'l qurilish ishchisi bo'lish sifatim bilan taraqqiyotga yo'l soladigan baxt qurilishiga qatnashganligimdan faxrlanaman. Mening elchi sahnasiga kelishdagi maqsadim turmush yo'lida meni qadrlaydigan go'zal orzuga ega hamrohga erishish. Qani Abdukimni sahnamizga kutib olamiz. Yaxshimisilar ustozlar, televizor ekranidagi ko'rman do'stlar, go'zal qizlar, menga salom. Xush kelibsiz Abdukim. VCR orqali siz bilan qisqacha tanishgan bo'ldik. Sizning yo'l qurilish ishchisi ekanligingizdan xabar topdik. Demak, bizning baxtimizning kapolati bo'lgan, baxtimizning yana bir namoyandasi bo'lgan chiroyli ozodi yo'llar sizlarga o'xshash amgakchan qarindoshlarimizning qo'lida bitib chiqib yetibdi. Rahmat sizga. Demak, har qitim yo'llarda mang'inimizda, asfalt yo'llarga dastiganimizda sizni bir marta o'ylab qoladigan bo'ldik. Bugun sahnamiz orqali go'zal aslimlarni qoldirishingizni umid qilamiz. Xo'sh, Abdukim o'zini bir tanishtirib o'tdi qizlar. Endi sizlar tayyorlig'inglar bo'yicha, his tuyg'ularinglar bo'yicha so'rashga tegishli so'rag'inglar bor savollarni so'rasanglar bo'ldi. Qani Abdukim, sizmi tatinmang? Avval qizlardan kelsin, qizlar. Bo'ldi. Sizning alch programmamiz kelishga maqsadingiz nima? O'zingizni sinab beqish uchun keldingizmi yoki ko'nglingiz yoqidek biror qizni ap tushib ketish uchun keldingizmi? Mening bu programma kelishga maqsadim bo'lsa, o'zimni bir sinab beqish, sahnadagi ustozlar bilan bir fikr almashtirish, yana qizlarni tushunib beqish maqsadi keldi. Bo'ldi, rahmat. Men bir savol so'ray Abdukim sizdan. Har qanday bir balaning shu dadisi yoki onasi degan ma'lum bir gapni esi tutib oladi yoki shuni esida qolib qoladi. Sizning shu hayotingizda dadangizning qaysi gapi eng esingizda bor? Dadamning nima degan gapi shu o'g'il bo'lgankin har qanday ishni bir sinab qilib. Buni rost dadangiz deganmi yo? Dadam degan har qanday bir ko'nglimga kelgan bir qilaymi qilmaymi degan bir kelgan o'yinni chiqib bir sinab boqqan bir qilib boqqan degan. Demak, bugungi elchiga kelishmi? Ko'nglingizdan bir kashdi qatnashib boqaymi? Dadangizning gapi bo'yicha aytganda, ko'nglingizdan kashgan har qanday bir ishni sinab boqqiliq degan tavakkulchilik bilan kelibsiz-da. Ha. Qarshi olamiz enim. Zubaydaning bir savoli bor ekan. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizni so'rab baqsam navoda siz mush elchi programmasi birsiniz bilan hamda yoqtirdingiz, ham shu qiz bilan muhabbatlashib qolsangiz, birinchi qitim nega gapirishni o'ylaysiz? Endi o'zim nada turatgan bo'lsam, shu yaniki donliq bir alayda yerga, go'zal yerga bir Sayohat gapiramsiz. Birinchi qitim bilan uchrashib, anandekin ishqinglarni muhabbatlashgandan keyin ham sayohat gapirsiz, shundami? Tushunishgandan keyin bular qaror qilib gapiraman. Bo'ldi. Tushunishga bo'ldi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Necha yoshga kirasiz? 24 yosh. Romantiklikni yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'raman. Masalan, siz to'y qilib bo'lgandan keyin ayolingiz bazoyinib qolsa, siz tang oynashib beramsiz yo pulni berganki o'zing oyinla yo oldig'ini olib kelmamsa demsiz? Endi o'zining mayliga qarayman-da, navada billa aylanib ma berish. Bu maylining gapi emas. Siz bilan aylanishni bek yaxshi ko'rdi ayolingiz. Masalan, sizni qo'ltiqlab, siz bilan bir narsani tang tanlab ilishni yaxshi ko'rdi. Lekin siz uning qanday qaraysiz? Siz yaxshi ko'ramsiz masalan ayolingizga bil bazoyinishni? Yaxshi ko'raman. Tang aylana olamsiz? Tang aylaman. Cho'qim bilib beraman. Bo'ldi, rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz hozir Urumchida turasiz, shundanmi? Urumchida o'zingiz yolg'iz turasiz yo uydagilar bilanmi? O'zim yolg'iz turaman. Uydagilar xotinlar. Undan so'ng mesela hozir o'zingiz yolg'iz turgan vaqtlarda sirtdan tomoq yeysiz yoki tomoqni o'zingiz uyda itib yeysiz? Asosida sirtdan yeyman. Hozir xizmatingiz Urumchida shundami? Ha. Masalan, sizning oylik kirmangiz qanchalik? Oylik kirim hozircha 4 mingdan 5 minggacha. Bu shirkatga kelganda uzoq bo'lmadi. Hozir dastlabki bosqichda shuma. Hozir siz elchi programmamizga kelibsiz. Navoda biror qiz bola sizning ko'nglingizni yiqib tushib ketsangiz, to'y tayyorliklaringiz bitib bo'lganmi? Bularga Urumchidan uy ep bo'ldingizmi? Yoki xotinda turamsizlar?
Ürümçinin öy almakçı olishyapman. Ürümçinin öy alishni. Rahmat. Fatima, siz ishdan sirtqi vaqtlarda odatda yoki bo'lmasa dam olish vaqtlarida bo'lsin, o'zingiz odatda nima ish qilishni yaxshi ko'rasiz yoki bo'lmasa nima ish qilsangiz o'zingiz eng xushal bo'lasiz? Odatda ishda sirtqi vaqtlarda do'stlarim bilan ko'rishma, ular bilan tamoq yeyib degandek, badan chiniqtirib bo'lsa sayohat qilib degandek. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz qiz do'stingizni masalan birinchi qitim tamoq taklif qildingiz-ku. Shu tamoq taklif qilib, andan qanchinchi qitim kelgan vaqtida bo'ldi endi olmuş qilsak bo'ladi deb ishingiz o'ylab qolsiz-ku. Masalan, har qitim men mehmon qilaveramdim, shu endi ma qizga keldi deb bunda o'ylab qoldigan vaqtingiz shu qanchinchi qitim kelganda işte o'ylab qolsiz yoki bo'lmasa ikkimiz tamoqni pulni to'lagan vaqtida qilimiz deb bunda o'ylamsiz? Unuganda odatda ahvolga qarayman-da endi. To'liq o'zim to'layman, o'zim hisobot qilaman. Ahvol qanday qaraysiz? Uni boshqa to'liq o'zim to'layman. Endi qiz do'stimga hisobot qilib odatda fursat bermayman. To'liq o'zim to'layman. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz odatda kitob o'qishni yaxshi ko'ramisiz? Yo'l qurilish ishchisikansiz. Kengri ketgan asfalt yo'llarni yasash jarayonida davomli shahar muhitida ishlab bo'lolmaysizlar. Qayda jangallarda ishlashga, gahida yo'l tutashtirish qurilishi bo'yicha odam oyog'i besilmagan joylarga berishga majbur bo'lsizlar. Demak, davomli kengri tabiat bilan uchrashib tursiz, shundaqmi? Ko'proq odamlar bilan paranglashib fursatingizmi davomli bo'lmaydi ekan. Mana bugun siz o'zingizga nisbatan bir ko'ngillik fursat deb o'ylang. Bu qandaqdir, siz oldingizga kamerani o'ylab elibla meni suratga oladi degan holatlarni unutib keting. Navbatda cho'nglar sizning to'y turmushingizga nisbatan oldirayotgan holatdimi yoki ko'r balam vaqt muhim masala emas, eng muhim esa yaxshi ko'rganingni topqichi biz saqlaymiz degan holatdimi? Uydagilar bu xil ahvollarni ko'rib baqdab shu pozitsiyada yo'qmi, boshqacha gap qilmadi hozircha. Meniki bir qizlarni boshlab uyga berishni umid qildi. Elchi sahnasidan bir qizni qo'ldan tatib elib tushalsangiz, ular cho'qim xush bo'ladi demak. Undaq bo'lsa tang tirishayli, ya. Qani qizlar, savollar bo'lsa davomlashtiringlar. Sizlarga men ozroq vaqt beray. Albatta, Abdukim uchun o'ylanish, sizlar uchun o'ylanish bo'lsin. Partiyalarda mening bir do'stim to'y qilib, ta hozirgacha farzand yuzi ko'rmay qoldi. Albatta, ayol ikkisining hissiyoti izchil muqim bo'lib keldi. Mushkil ahvol ostida yaqinda anglashimcha ular farzand beqib olishni o'ylashib yetibdi. Biz iltimos sunib qandoq bolalarni mesela urug' tuqqunimiz ichida qiyinchiligi va oilasida ota-ona soyat mesela o'zimiz taniydigan birisning bolasini beqib olsaqmi qonunga uyg'unmi va yoki shu biz beqib olmoqchi bo'lgan bolaning bir sharti bo'lamdi degan masala ustida o'ylanib yetibdi. Menimcha siz bu masalaga eng yaxshi javob bera olasiz. Davlatimiz ixtilof qonun dasturi beqib olish bo'ligida tövəndəki quramiga yetməgan farzandlarni beqvosi bo'ladi deb belgilangan. Buning da birisi shu ota-onasidan yetim qolgan yetim bolalar. Ikkinchisi birisi ota-onasining nərligini bilmaydigan quramiga yetməgan bolalar. Üçüncüdən shu o'zining ota-onasininki iqtisodiyotda ig'ir qiyinchilik bo'lganlikdan bu farzandlarni beqish iqtidori bo'lmagan farzandlar bo'lib, shu yuqorida o'tirib qo'ygan bolalarni beqvosi bo'ladi. Endi bola beqilishda o'tgangi sonlarda degandek, bola beqilishninki qonunda belgilangan shartlarni hozirlash kerak. Ikkinchi birisi yuqoridagi shu bolani beqoladigan bolalar doirasidagi shu yuqoridagi bolalarni beqvosi bo'ladi. Rahmat Batigilada. Hayat. Bir so'z so'rab baxsam, masalan siz bir qiz bilan yurdingiz deyli. Yurib masalan sizning har oyda maoshingiz chiqqan vaqtida qizvolga bevosita pulni avatishni yaxshi ko'ramsiz yoki qizvol yaxshi ko'rgan narsani olib berishni yaxshi ko'ramsiz? Qizvol yaxshi ko'rgan narsani olib berishni yaxshi ko'raman. Siz bayan tushuntirishda mashinani yaxshi ko'rmaydi dedingiz, mashina haydashni yaxshi ko'rsiz. Men ikkimiz hozir yurdik. Yurib uzoq o'tmagan vaqt ichida mening mashinamni
buzulup qaldı. Şunu mən sizin maşinanızı heydəb duruş toğru gəldi. Mən maşinanızı heydəb soxub qoydum. Xılılam soxub qoydum. Aldı boşanğansı yoqab getdi hesabda. Siz məndən xəfa olamsınız. Xəfa olmayman, da sizni qasdan qılmadınız, bəlkə təsadüfi şundaq bo'lib qolgandi. Mən siz telefon qılıblam, işte maşın soxub qoydum desəm siz məndən birinci neyim deb so'raysiz. Qanday o'zingiz saqma deb so'rayman. Sen muhabbet iş bakkan mı? He. Muhabbet işi cereyan uruş bakkan mı? Bo'lgan, bir urush bo'lgan. Günde uruş bakkan. Depreş mi? Odatda men adetini qo'yib, shu kuni nimda uruş bakkan. Əslab bering bizga. Ha, aslab faqat aslamangni da. Men bir do'stim bilan bir uchishga chiqqan do'stim bilan birga chiqishib bergan dedi. U qarashib qiz balami yolg'iz emas ekan, shuning bilan shuni o'qib qanday o'qib qolding? Ha? Qanday o'qib qoldi? Keyin boshqalardan bilib qoldi. Sen onu demaganmisan? Yo'q. Qasdan demaganmi yo demasam bulut deb demaganmi yo desam urushi deb demaganmi? Demasam bo'ldi deb o'ylagan. Unda desam olmamdi. Demabdikan men shu demamsiz. Shu demabdikan men unda ortiq o'ylab ketmabdimman. Ana nimda urushdinglar? Manga demabsiz, men sizning ko'nglingiz bormi yo'qmi, men nimaga hisob degandek. Sen nima deb tushunding? Endi men og'inam chiqdi, shu bilan chiqishib berdim, men ularga boshqacha gap qilmadim, boshqa niyati bo'lmadim deb. Boshqa niyati bo'lmadim. Ondan qanchalik vaqt tugdimi shu sirkilish, shu tufayli shakllangan shu so'g'oq munosabat qancha kunda qanday qo'lab tugab qoldi? O'zigidan tugab qoldimi yoki sen buning uchun u qizga ma'lum bir ko'ngilni oladigan bir ish qildingmi yoki o'zigidan tugab qoldimi yoki tugmay shuni orlik ketdingmi? U kayfa shu bir kundan keyin tugagan, men keyin u qizga yaxshi gaplarni qilib ko'nglini elib degandek. Ha, demak bu ish sababli ayrilmagan. Ha. Bir kun, demak bir kunda bu ish masalali bo'ldi degan gap, shunami? Ha. Masalani hal qilish sur'ati xili tez ekan-a? Tez. Demak, shu do'stingning ko'ngli yerim bo'g'ini senimi bearam qildi. Ha. Ya qaring olmadimi? O'shib qolsa dedingmi yoki? Qaring bo'ldi-da, endi qiz do'stim bo'lgan ekan. Endi o'sha yurishni umid qilmanda, endi kulib, endi Erkinazoda. Unda qizchaqni so'rab baqalaymi, shu qizchaqlar sizlar bir o'g'il bolaning silni rost yaxshi ko'radigan, yaxshi ko'rmaydigan qanday bilsizlar? Men uni qarshi tarafning ish harakatlari orqali his qila olaman. Masalan, menga vaqtida javob, veshenda bo'lsa, vaqtida javob qaytarsa, menga o'zining odamda quvvatma tomoq yedingizmi, qildingizmi deb menga kuyinib tursa, masalan, yaqinmasam kayfiyatingiz yaxshi emasmi deb menga bilib tursa, men muhabbatning ashundan ish harakatlari orqali bilsam-ki deb o'ylayman. Ammo bu harakatni yaxshi ko'rgan ahvol ostidami qildi, odatiga aylantirib esili bo'ladigan u alaydish emas. Ba'zi bolalar qo'rqib qiladi, ammo bu qo'rqib qilishning o'zi yaxshi ko'rish olmaydi-da. Demak, sizning musharqilik yaxshi ko'rishni belgilaganingizning o'zida yana to'liq olmaydi-da. Yana kim deb baqadi? Men ko'ngil bo'lishidan, kuyunishidan his qila olaman. Masalan, tomoq yedingizmi? Masalan, charchadingizmi debchi. Ammo biz o'g'il bolalar bundaq ketgan. Qiz bola degan kichikgina yerdan ko'nglimiz to'g'ri. Shunga bek cho'ng narsa bo'lmasa-mu, kichikgina yerdan ko'ngil bilsa, eng charchag'oqlarimiz ko'ngil bilsa, balki shu orqali meni yaxshi ko'rganda deb biz undan ortiq ko'nglimizni berishimiz mumkin. To'g'ri. Demak, boshqalar o'g'il bolaning kuyunishiga asosan siz yaxshi ko'rgan deb belgilaysiz, shundaymi? Hadidan ziyoda bek voy deb kesjoyliqdek. Voy ani qildingizmi, mani qildingizmi, siz gumonlanib qolmang. Nima deb gumonlanasiz? Maqsadi bor deb gumonlanamsiz yoki bir xatolik sodir qildi? Yog'amidi, yo bir ishni yushirayotganmidi, meni nima ish qilishda deydi, kechkichimishda gap qildi deb ashuni gumonlanib qolmang. Unda siz qanday qilib qarashtirayotganingizni yaxshi ko'rganini bilasiz siz. Elki masalanga ba'zanlari bor, elki eg'izi demay, elki tuyuqsizdan elki bir jinshi beriydi, demdi, tuyuqsiz xo'sh qo'ydi-ku. Aştalagidan turib belaqadek doim emas. Ba'zilar muhim kunlarda, ahamiyatli kunlarda elki men tuyuq so'zlar. Siz hozir da'vatqingiz siz yaxshi ko'radigan tip. Yaxshi ko'radigan bolalarni da'vatsiz. Siz ashunda bolalarni yaxshi ko'rman demoqchi. Endi mening demoqchi o'g'lim siz qanday qilib
qarshi tarafning sizni haqiqiy yaxshi ko'rganini bilasiz dedim. Mina Nimaga asosan deyman. Minaylıqı məsələn amraq nəsrimni mənim soğuqsa aşlandan. Demek ki, yanında sizden ma ikki qizchaq o'xshaydi. Yani sizga doim ko'ngil bo'lib tursa, tanlashlarda, o'ylarda, xiyollarda, harakatlarda, qalamlarda degandek siz bo'lsangiz, ashna hayotida siz bo'lsangiz. Meni ancha-muncha kunlab tursa deb o'ylayman. Demek ki, siz qarshi tarafning sizni yaxshi ko'rganligini sizning muhimlik darajangiz bilan belgilaysizda. Demek bu qizlarning hammasi asosiyatdan o'xshash bir savol javobni berdi. Ya'ni nima desa, qarshi tarafning hayotida ko'nglida bo'lganda, aslida hayotida bo'lganda, aslida har bir xiyollarida bo'lsamkan deb o'ylaydi. Hamda bir o'g'il bolaning bir qiz bolani yaxshi ko'rganini biz 3 jihatdan bilalaymiz. Birinchi, bu o'g'il bola ash qiz boladan huzurlanamdi. Eng muhimi shu qiz bola bilan birga bo'lgan barliq vaqtdan huzurlanamdi. Ikkinchisi shusi, bu ash qiz bola uchun azoblanamdi degan. Bu bak muhim narsa. Muhabbatning o'zi tuyg'udoshlik, azobdoshlik. Onun azobini his qila olamdi, qilamamdi. Bu ikkinchi xuruj. Uchinchisi shusi, bir o'g'il bola bir qiz bolani eng oxiri bir literature deymiz, bir san'atga aylantira olamdi, san'atga. Bir san'atga aylantira olamdi, aylantiramamdi degan. Chunki har qanday bir qiz bolaning ichida vahshiy bir go'zal qiz uxloqlik holati turdi. Agar bir ayol shu vujudidagi uxlab qolgan go'zal qizni uyg'ota olsa, u bak go'zal bo'ladi. Agar buni uyg'otamiz bo'lsa, u mangu go'zallikni izlaydi, ammo ko'ngildagidek go'zallikni hargiz topolmaydi degan gap. Demak, bir bir ayolning eng oxiri bir san'at asariga aylantira olamdi. Shunga biz muhabbat nima deymiz? Muhabbat sen kimning yendi turishing emas, sen kimning yen tug'anda sen kimga aylansan masalasi bor. Mana bu nima desa, muhabbatning eng muhim xurujlaridan uchi bo'lgan gap. Shu vaqtda biz ondan she'rlar tasvirlangan haqiqiy mavjud, ammo topmoq qiyin bo'lgan shu go'zal muhabbat deb atiladigan shu tuyg'uni, shu hissiyotni, shu dunyoni andan biz kiralaymiz degan gap. Men sizdan yana bir savol so'rab baqsam bo'lamdi? Masalan, ikkimiz yuriyapmizda, yurib urush qoldik ma'lum bir sabablardan. Men sizga gap bermaydigan, zodi degan, beshamlik qilib degan so'zlar verdim. Siz yana shunday qo'lingizni qo'rishib turamsiz, ish kuchni vaqirib etamsiz men. Siz bilan tang turmayman, balkim uzoq vaqt o'tgandan keyin sizga chiroyli gap qilishim mumkin. Men ko'tilda bo'lsam, siz jim turasiz, mening yana ko'tildigim keladi-da. Shuning uchun men azroq bo'lsam radiya berishingiz kerak. Men shuni kutaman, shaxsan men shunday. Gap qilmay turasiz bo'lmay, unda vaqirang desam, unda bek vaqirab ketmaysiz. Men ko'tilda deganki, siz azroq bir inkos qaytirib qo'yishingiz kerak. Endi shu ahvolga qaraymanda nima to'g'riliq jiddiylashib qoldik masalan. Bo'ldi. Rahmat, salom. Qizlar yana cho'chaksimon savollarni yaxshiroq so'ray olayotdi-da, o'g'illar yana amaliyotga cho'kib javob beryotdi. Endi qizlardan so'rab qolsam, men ma'lum vaqtdan keyin ikkinchi kasbni taraqqiy qildirmoqchi. Mening asli kasbim kavobchi, ishkir o'lkalarda kavobchilik, navoiylik bilan shug'ullanaman. Balkim keyinchi bu xizmatni qilmay, balkim ishkir taraflarga kirishim mumkin. Mushu men bilan to'y qilgan qizlar balkim qilayotgan ishini, xizmatini qo'yib men bilan ishga tarafga kiraramdi, menga bir yordamlashib, boshqurib qilishib beradigan shuni bilib qolsam. Men albatta kasbingizni qo'llayman, biroq men o'zimning kasbini tashlab siz bilan bora olmayman. Masalan, ablagim sen shu turmushni qalaymaganmi yo ratlab turamsan masalan? Qalaymaganlik bo'lsa, ancha bek ko'nglim olmaydigan mandatmi yoki ratlab turamsan meni aslida? Masalan, ablagim sen shu turmushni qalaymaganmi yo ratlab turamsan masalan? Qalaymaganlik bo'lsa, ancha bek ko'nglim olmaydigan mandatmi yoki ratlab turamsan meni aslida? Odatda ratlik yo'q. Ratlikroq, demak bekmi ratlik emas. Shunda. Tazliqchi masalan, to'xtamay shundaq masalan paypoqlaringni masalan paypoqni doim yuyib turadigan o'g'il bolalar bor. Sen qandaq tipdagi odam? Odatda bek chicham pakizmi emas, bek normal yo'q desam bo'ldi. Ha, to'g'ri. Qiz o'g'illarningki savol javoblar asosan tamom bo'lgandek turdi Ali. Endi oblikimni epaysak, oblikim shundoq javob belgisi bor, lekin g'oyi vaqtlarda ko'ngildan juda bitib boramdi va yoki jiddiyleşip gitip baramda aytavur, türlük halatlar şekillanyotdi-da. Ablikimga shundoq yordam bergim bor, lekin
Ablikimning turmushiga cho'qim ablikim o'ziga bo'lish kerak. Endi mush to'y qilish oldida turgan qiz yigitlarning mana shundaq bir-biri bilan uchrashgan vaqtda passiv pozitsiya bildirishidek ahvol bizni o'ng'aysizlantirdi. Biz umid qilmaydigan bir holatda sizcha mush to'y qilish oldida qiz yigitlar qaysi jihatdan aktivligini oshirish to'g'ri bo'ladi? Endi ablikim masalasi kelganda ablikimda cho'ng masala yo'q. Endi ablikim balkim shu to'y qilishda masalan qizvalni tepish sal ters bo'lishi mumkin. Ablikimning hozir mijoz qaraganda-chu, sal ters boshqa bolalarga qaraganda sal ters to'xtaydi. Ammo to'y qilib qolsa, ablikimning ojishib ketish nisbati 0. Ablikimdek bolalarning ojishib ketish nisbati 0 bo'ladi, 0. Birim emas 0. Mana bu nima desa, hayotning to'limliq odilligi. Ba'zilarning odam topmoq o'ng'ay, ammo tutib turmoq tez degandekda. Shunga qiz o'g'illar to'y qilishda yana nimani o'ylash keraksa, tushunishni o'ylash kerak. Odam bir-birisining eng usol tarafini ko'rish kerak, eng sat tarafini ko'rish kerak. Ya'ni shu vaqtda aningdan keyin u to'y qilish kerak. Bo'lmaganda-chu deganda, u mayli sat yerini, eng nacharini qanchalik yushursin, menga yushirib bo'lmaydi. Faqat uzoqroq yushurdi xolos. Ammo ba'zi vaqtlarda selinib bo'lgan uyning chuvilib o'rilib ketgandan selinmag'ini texmo bexatar hisoblangan gap. Shunga qiz o'g'illar to'y qilishdan burun cho'qim yana ta'kidlaymiz, bir-birini cho'nqur tushunishi, eng muhimi bir-birisining nachar yerini tushunishi bu bek muhim. Uni tushungandan keyingi qaror bu chaqda o'zining qarori hisoblangan gap. Rahmat Ablikim. Qizlar asosan chiroqni o'chirib yetib qoldi. Balkim bu jihatda ideyachi tayyorlik qildingiz deb o'ylayman. Tayyorlik va cho'qim bir qiz bilan qo'l sahna tushiman deb bu niyatda kelmagan bir o'zimni sinab baqish, ammo shu sahnadagi ustozlar bilan fikr almashtirish, men uchun shundoq yaxshi fikrlarni berdi. Agar imkoniyatingiz, sharoitingiz yor berganida biz yanla elchi sahnasida sizni qayta ko'rishni xohlaymiz. Bo'ldi. Xayram Sablikim, ishlaringiz utuqliq bo'lsin. Mening bu elchi programmasiga kirishga maqsadim bo'lsa, o'zimni bir sahna namoyon qilib baqish, qizlar bilan tushunib baqish, tuvandagi ustozlar bilan bir fikr almashtirish, hamda odam o'zining qandoqligini bilish uchun ma'lum bir ish qilishi kerak ekan deb o'ylayman. O'zimning kamchiligini o'sha sahna orqali bilib oldim. Ustozlarning yaxshi fikrlarini berdi. Ustozlarga rahmat. Fursat bo'lsa, elchi programmasiga yana qaytib kelib o'zimni namoyon qilishni xohlayman. Elchi sahnasi bir qarsangiz turmushliq paranglar bilan to'lgan oddiy bir sahna. Yana bir qarsangiz 9 oilaning farzandi uchrashadigan, 9 oilaning orzusi so'zlanadigan, 9 oilaning tarbiyasi ko'z oldingizda namoyon bo'lgan sahna. Biz sahnamiz orqali xush xabarlarni, xush kayfiyatlarni tomoshabin do'stlarimizga davomli sunsak deymiz. Biz qoida orzuyimizga yetolmayapmiz. Chunki biz yanala sahnadagi yoshlarning baxtiga, tanlashiga hurmat qilishimiz kerak. Qadrli tomoshabin do'stlar, Şinjan o'z uchun yemaklik ishlab chiqarish shirkati tajidorligini o'z ustiga olgan. G'o'lja Gultaj yemak ishmak shirkati alohida qo'llagan. Şinjan Bergnaz Xalqaro savdo cheklanish shirkati alohida talab qilgan elchi programmamizning bugungi soni mishada oxirlashdi. Chiroyli sing'illarim, charchadinglar. Şinjan Bergnaz Xalqaro savdo cheklanish shirkati sizlarga ko'ngil sovg'alarini tayyorlabdi. Uningdan sirt yana bugun Şinjan Maxtumchilar Xalqaro savdo cheklanish shirkatimi so'ygu lavsurxlarini sizlar uchun ko'ngil sovg'asi qilib yetkazdi. Qani qabul qilinglar. Qadrli tomoshabin do'stlar, yodinglarda bo'lsin, har haftaning ma'lum bir kunlari ishiganglar chekiladi. Kim deb so'raysizlar? Elchi biz deb javob beramiz. Kelar hafta yangi mazmunlarimiz bilan sizlar bilan ko'rishishni orzulaymiz. Xayramsa, omon bo'linglar.